Barcha dinlarda mavjudlikning ma'nosi va sababini qidirib, javobni hech qachon kutmagan joyda topgan ateist yosh, islomni qabul qilganidan keyin Abu Bakr deb nomlangan avstraliyalik yosh rob bir hikoya aytib berdi. Universitetning birinchi yilida ketma-ket baxtsizliklarga duch keldim. Ota-onamning ajralishi, do'stimning o'limi va avtohalokat. Shunday qilib, men o'zimni o'ylay boshladim. Nega men bu yerdaman va hayotning maqsadi nima? Men avval xristianlikda, keyin hinduizmda, so'ng yahudiylikda, hatto buddizmda ham izladim. Lekin faqat qarama-qarshi tushunchalar yoki bosh falsafalardan boshqa hech narsa topmadim. Va mendan so'rashganda, islomchi. Men masxara qilib, islommi? Faqat islomdan boshqa hamma narsa. Ularning dinini o'rganmayman, dedim. Lekin tasodifan masjidga kirdim va hammasi o'zgardi. Men faqat iliq kutib olish va shaxsiy fikrlarsiz, to'g'ridan to'g'ri Qur'ondan javoblarni topdim. Qur'onni o'qidim va yurakni larzaga keltiradigan so'zlarni topdim. O'zimni insonlarning emas, balki Xudoning so'zlari oldida turgandek his qildim. Samimiyat bilan bir onda Allohdan hidoyat so'rab duo qildim va Qur'onni ochdim. Unda Alloh taoloning so'zlarini o'qidim. Darhaqiqat osmonlar va yerning yaratilishida aql yuritadiganlar uchun alomatlar bor. Butun vujudimni titroq bosdi va men haqiqatni topganimni angladim. Shunday qilib, men islomni qabul qildim va o'sha kundan boshlab hech ikkilanmadim. E'tiqodim biror marta ham susaymadi. Kim chin dildan haqiqatni izlaydigan bo'lsa, Alloh taolo uni albatta unga yetaklaydi. Kim Allohning yaratganlarini tafakkur qilsa, u imonga yo'l topadi.